Mening ismim Adam. Edner padşahlığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galiskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sırlıq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib qattiq to'layman. Bana kuch-quvvat ato qilinglar! Bu çağda yolvas, eriş yolvusuga aylanadi. Men Hiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadodberi so'zsiz. Yasao, Denkin va Olko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantar qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Uyardı ki. Adam, isindi mi? Meni bağın tugatdi bu. Mening o'rnimda sen bağın. Tolinning bosh vaziri Dongizalileri, Landishah, sizga hurmat yuzasidan bu sovg'atni evatdi. Men bunda qilmoqchi emasdim. Chatoq yo'q. Uyat bo'lishi mumkin. Sen degan narsa shu-da, aka. Shundoq. Mushu. Rahmat sana do'stim. Ko'pchilikning to'liniga kelishini qarshi olaman. Biz Bana kuch-quvvat ato qil. Chatoq yo'q-da diyor. Ha, yıkılıp düştüm. Başka hiç qanaq çataq yo'q. Nemish bo'ldi, Dangiz? Yorgi o'yg'anay dedi. Aytishlarga qaraganda bu qo'rqinchli maxluqning ismi Yorgi ekan. Tolinning yer osti o'nkirda turdi ekan. U o'yg'onganda Uni naqsha etib qutib qo'yish kerak. Bo'lmasa u Tolinni, hatto butkul etlarini vayron qilib yutadi. ha, bundaq tahdid ostida yashash haqiqatan qo'rqinchli ekan. Faqat naqshchi boslar biz tinchaman tura olamiz. Seningcha naqsha ovozi Yorgini tinchita oladi, shundaqmi? Önürünglar qaltis-ku. Ya nimalarni qila olasizlar? Deganimni qila olaman. Hatto toshni gap kirgiza olaman. Qaltisqo. Bu naqshidan rasa bir foydalansam bo'g'idek. Skilishaqning mushundaq bog'langanini ko'rsam to'lim yaxshi bo'ladi. Bugun emas. Balkim kunlarning birida sen shu olg'a tushib qolishing mumkin. Skilitshah bu aqlni u ko'rsatgan. Yaxshimi? Sizlarga buyuradigan yana bir ish bor. Kaslanchik odam qani? Tosh kunlik qarab boqayli. Shu yerda oftobga qoqlanib yotgan bo'lmasa yana.
Nima? Boshqa ketgan bo'lsa-chu. Shunda qisqa sendan xoliroq bo'lganim yaxshi. Yo'q, eng yaxshi bu yerdan ketmay turg'in. Bo'ladi, baslashib boqaylik. Meni yengaligingni ko'ray. Keyin ko'rishaylik, nima? Uni men to'sib olay. Yo'q, biz izlamoqchi bo'lgan odamimizni topaylik. Cemiyetimizdeki bir neçe avlat kişilerinin hemmisi yorgeni nakşi etip pultup koyuşuk mesul boğan. Bu haqiqatan qaltis qobiliyatga. Ha, şundaq emasmi? Deyla, tömürü kız bilan aybilan ula. Naqshin tutqili keldik. Oy, oy. Oy. Bo'ldi. Bu qiz bir lavani chidab tur. Malın kuvat ata qildi! Bu ancha qiyin emas. Hozircha Xudo saqladi. Biz texi Deyman. Yo'q. Naqshchini qo'yvat. Xeyme, naqshchimiz ketib qolsa, yorgeni boshqarammaymiz. U cho'qim o'yg'unudu. Bu ya bexatarga. Baca. Oy. Ama sen bana o sesle ölüyorsun da. Oh, oh, oh. Agar yorgi butunlay uyg'onadigan bo'lsa, to'lin chatoq bo'ladi. Dila, sen Yasaul bilan birga berib, saylisni qutuldir. U e'lon teg'iga ep ketilgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi. Sen yo'q Xiyman. Men Oko va kastanchuk odam bilan yorgeni to'sayli. Şundaq. Ha, kesinci. Ehtiyot qil, Xeyman. O'nkirdi yorgidan boshqa xatarlarmi bor? Skilitcha ikkinchi planni o'rinlashdan burun biz e'lon qaytib boraylik. Ablah, biz ularni baldur berishimiz kerak. Bu, ularning oldini to's. Sen o'zingga band qilgan hayvonlarni chaqir. Qirq oyoq, tez uyg'on. Endi ularni birdan to'sib turadigan bo'ldim. Dada, ehtiyot qilgin. Dada. Tez bo'l, uni yolqin ko'l o'ttirsidagi muzoralga birib qo'y. Ha, bundaq sirli o'rinda yorgeni qo'yadin topimiz. Bu Önkir Etner podshohligining yerimdan o'tib Kaliskar qal'asiga tutishi mumkin. Ersholisi uning izini pirab topamaydi. U purab ipuchin topdi. Şundaq, şundaq. Oh, bu ipucu xato ekan. Bir top alvaschi. Ular biz bilan ilishib o'tgan ovozlarning eng eskisi.
seni karşı alımen nakşçı. Hazırdan başlap, men için nakşa etsen. Senin nakşan sosyalistini kaymaktırıp, Galiskar'ın dervasını açsın. Etmayman. Gep anlaydıqanlığın işini men. Ayvelin, bununla nasihat kıl. Baş üstüge eskilişya. Kırık ayakның izidan kovlaş ters emes. Dada, men seni çokum kutkusu be. Bunu birlikte hal kılışımız gerek. Hop. Gözlerimden çakıp durdu ben. Kesten çık adam, çık! Məxluqlar, noçu olsan girecek hadi. Xeymə, növbə san geldi. Oy! Yara izle dostlar. Ula çıkış yolunu tapkıca biz heli yıraklaşıp gitimiz. Kini tez bulaylı. Kaçıla! Yok kızım da ayrılmayman. Tez kaçıla devadı mı? Kıyma. Mening deganim bo'yicha yorgini tepala. Nakşçı, eskilişya sendin mi cahil? Onun digini buya çıkar. Yok, yok. Ben nakşı bilen eski şıkınmayman. Gepimni anlamay haddan emas, men bilenmem. Bu taşni yasalgan modelini men Galiskar'dan uğurlap kelgen. Nakşa et, seylis. Ben etçik mecbur boldum. Karı geldi. Endi yorgi herkes geliyordu. Böyle kırık ayakның izi däl muşya kelgende yo'qop ketdi. Dadam çokum u yerda. Biroq u yer qandoq berishim kerak? To'g'ri. Demek önüm bäzi bo'latdi o. Hey, issiq sud joyin chiqib vaqtim chiqmaydigan bo'ldi. Hey! Ah, Ay, yok al gülletki ziyandaş, yok al, yok al. hey! Değil ha, Dada, birden chidab tuğun. kanda kılıma. Endi bu narsa qirq oyoqning muz ustiga olib kiribdi. Yaxşı, Dada, endi qutuldum. sana köp rahmet kızım. Endi biz bu oroldan derhal ketayli. Undan keyin saylisini topayli. Sosyalist Galiskar'da. Seylis. Kişini mepten kıldığın nakşan ulan onu kaymoktığın. Andın asmı körük iş düşken kadar ey. Ma! Sen Yavuz Əbləh. Mən qarşılıq qilishqa amalsız qaldım. Sözürüz, meni keçirgin. Sen qayerdə?
Barayli. Biz Tolinning ostiga keldik. Bu Yorgining o'zi bo'lish kerak. Lekin u bu yerdan ketibdi. Demak u uyg'onibdi. Angla. Saylisning ovozi. To'g'ri aytibsan, Oko. Yorgi uyg'onibdi. O tex Saylisning naqshiga akishib menibdi. Biz mangayli. Heyman, So'siriz. darhol Galaskarga kel. Tez. Tez Galiskarga borayli. Tez. Naqşa so'sirisni uxlatib qo'ydi. Yaraysan, naqshchi. Endi ko'rik eshigini ochqin. Yo'q. Afsunum onun işlemay qoldi. Mening buyruqimga qarshi chiqadigan qanday odam ekan, ha? Men bilaman. Osman! Darvozani och! Dudu! Sen meni to'say olmaysan. Galiskar meningki! Qanqiyal qilma, skilicha. Oy. Tezroq yo'qol, Osman. Gel, keslençik Adem, ben sana yardım kılayım. So'siris. So'siris, tez uyg'oning. Keçişkin imancı aldıraysa, ha? Meni qo'yib, bommisi hili baka. Saylis. Skilicha. Skilicha, bu tazı çıdımaslık bulduğu deyme. Mavi emde adılırak buludu. Amma rezil köpükni. Ben senin halını çağlayık diyendim bu. Boshqadan uxlagan Yorgi. Bu yorgini naqsh etib yana uxlatib qo'ydi. Bu uzunga bormaydi. Ha? Galiskar kalesi? Ha, yorgin tizgiligi bo'lmadi. Hay. Bu hünürün eskatmaydı. Oy! Yorgi. Hay. Çatak yoktu Selis. Çatak yo'q. Heyma, so'sirisni afsuni puxtib qo'yibdi. Har qancha qilib bu uyg'otanmadim. Qanday qilamiz? Men uyg'otay. Neymiş bo'ldi, kaslanchiq odam? Ha, endi bo'ldi. Hammamiz o'tib ketdi. Baxtimizga bu Tolin naqshchisi bor ekan. Qaranglar. Ey, qaraganda hamma narsa asli kelgan o'xshaydi. Biz seni Tolinga olib qo'yaylik Selis. Nemishga? Sizlar Yorgini tek yo'q o'nkirga tashlab etdinglar-ku. Endi mening sizlarga lozimim yo'q. Oh, sening kuch qudratning menga lozim bo'ladi. Deyla to'g'ri aytdi. Etnarda yana nurg'un xavf bor. Uning taqobil turishda sening yardımiga muhtoj bo'lamiz. Men bir naqshchi. Ilgir men yakigan yashab kelgandim. Endi do'stlarga erishdim. Kuchimning yetishicha yordam qilaman.
Bugünkü hikayada Saylis özünün muğluq naqsı bilen Yorgini yaman iş qilishdan to'sdi. Siz sehrgarlik naqsını anlayalışınız mümkün emas, elbette. Lekin siz içiniz puşqanda yoki hasrat chekkanda naqshi aytsiniz, isqirsiniz yoki kulsiniz, xilil aram tepib qolgandek his qilasiz. Bu rost. İşenimsiniz sınab ko'ring. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Aman bo'ling.